Thank you very much. Sir, where you from? Uzbekistan, bro. Pakistan? No, Uzbekistan. Afghanistan? I said Uzbekistan. Sorry, I don't know. Qo'yaver, siqilma. Hali O'zbekistonni shunday davrlari keladi. Qanday davlatligini yaxshi bilib olishadi bular. Excuse me? Hello? You are coming. How old are you? 10 years old. Yes. Abdulloh Mahmud o'g'li. O'zbekistondamisiz aka? Siz o'zbekmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, o'zbekman. To'g'risi kutmagandim. Shu yerda tug'ilganmisiz? Yo'q, men Toshkentda tug'ilib, bu yerga ishlashga kelganman. Aka o'g'lingiz tahlillarini ko'rib chiqdim. Jarrohlik amaliyotidan keyin ko'rmagandek bo'lib ketadi. Unchalik jiddiy emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Futbolchi. O, zo'r. Keyin o'g'lim futbol o'yna oladimi? Albatta. Nimaga siz o'zimizda ishlamaysiz? Sizdagi mutaxassislar o'zimizga ham kerak-ku. Menga bu yerda ko'proq to'lashadi aka. Hamma narsa ham pul bilan o'lchanmaydi-da, og'ayni. Sizday mutaxassislar vatanda bo'lganda qancha bemorlar dardiga shifo topgan bo'lardi. Men ham bor budimni sotib bu yerlarga kelmagan bo'larmidim. Buncha bolani qiynading. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqmagan, chiqmaydi ham. Bor, yo'lingdan qolma, bor. Bitta oy 12 yulduzga qara. Nigahim so'z yozdi tiniq osmonga. Balki shu qo'shiqni aytmoqlik uchun tug'ilgandirman men O'zbekistonda. Mening ikki ko'zim bor, biri yurt, birisi xalq. Mening bitta so'zim bor, ikkisini sevish shart. Osiyo yuragisan, ko'hna tarix bo'lagisan. O'zbekiston vatanim, sen jonim bo'lagisan. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurak Agar adolat bo'lsa, adolat, korrupsiya bo'lmasa nima bo'lish mumkinligini kecha futbol ko'rsatdi. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Agar meni ham pulim bo'lganda, klubga olishgan bo'lardi. Meni kechir. O'zligingni o'zgalarga berma o'zbek. Yuksan ko'kka yer deb sinib turma o'zbek. O'z tiling bor, uni yeriga urma o'zbek. O'z yo'ling bor, boshqa yo'ldan yurma o'zbek. Qutlug' bo'lsin senga tarixiy zafar. Endi bizni bilmaganlar ham bilar. Egallagin dunyo maydonlarini, noming bilan shoning shunda yuksalar. Osiyo yuragisan, ko'hna tarix bo'lagisan. O'zbekiston vatanim, sen jonim bo'lagisan. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik, endi yursak bo'ladi.
yagona xalq, yagona millat bo'lib ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqda biz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan. Biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz. Birlashsak, vatanimiz. Biz birleştik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birleştik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz uka? Aka meni tanimadingiz, a? Sizni tanimagan odam bormi? Sizdagi mashhur futbolistni hamma taniydi-yu. Demak, hali ham tanimabsiz. Men 2011-yilda Germaniyada bemoringiz bo'lganman, operatsiya qilgansiz. To'xtang. Siz o'sha bolachamisiz? Ha, men o'sha bo'laman. Men sizga aytgandim-ku, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Lekin qoyil, tarixni o'zgartirib yubordinglar. Ta'tilda vatanga borib kelay debsiz-da. Butunlay qaytyapman. Otangiz bir gapni juda haqli gapirgandilar. Hayotda puldan-da muhimroq narsalar bor. Ukam, bu yurakda yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'lar ekan.